Bugun biza bu uyni Короче, bu uyni va bu uyni obzor qilamiz. Qani ketdi. Birinchi etaj bunaqa. Bu uyni aytgancha o'zim qo'yganman. Undan 10 ballik sistemada baholaysiz. Ikkinchi etaj bunaqa. Ikkinchi etajda bunaqa joy. Shinamgina. Bu uyga necha ball qo'yasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Ko'rinishi bunaqa izohda. Orqasiga qanaqadir nimadirlar qo'shishim kerak edi. Ладно. Endi biz bu uyga kiramiz. Bu uyda birinchi men bu tomonga kelganda bunaqa дорожка, joy. Men bu tomonda bunaqa balkonga o'xshash joy. Mana bu yerda eshik. Men bu birinchi qavat. Men bu yerda o'tirib choy ichsa bo'ladi va mana bu yerda esa verstak, pechka, shunaqalar bor. Mayli. Ikkinchi etajga chiqsak, men bu yerda ham shunamgina uycha. Men o'zimcha tortmaga o'xshatmoqchi bo'lganman, o'xshamagan. Mayli. Hamma narsani hisob tashlaylik-da. Birinchi men buni solaylik-da. Bo'ldi. Mana bu yerda bunaqa joy, giramchalar. Mana bu yerda ham bitta joy bor. Chiqish, daraxtlar. Men buni oxirida aytib o'taman. Naradagi bitta uychaga o'xshash joyni. Mana bu yerda svechalar. Hali ham qo'limdan ketmabdi boru. Ikkita tomonda svecha. Mana bu tomonda esa bunaqa kichkina oynachasi. Hammaga xayr. Buni anaqa qilmabman. Mana bu yerda короче musor bor. Musorda ham tiqqadigan joyga tiqdim. Hammaga xayr. Obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan bo'lganman, Begi Crafter.